Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Kayfiyatli zo'rmi sohurdagi birodarlar? Akalar, mana bu yomon ham chiroyli bitta tuqqan g'unojim bor. Oq quloq, oq tumshuq, вообще ham udar. Yosh hali bitta tuqqan g'unojim. Короче, toza rossiyskiy shved, eski rossiyskiy shvedlar. Bo'ylari 1.43, arkasi oldidan 1.40 chiqyapti, lekin yomon ham zo'r narsa. Вообще ham o'tar narsalar. Kim olsa ham baraka topadi. Вообще ham zo'r narsa. Oyoqlari uzun. Kim mol qilaman desa baraka topayotgan mol ekanda. Mana aka. Shu zo'r, mana. Oyoqlari uzun. Вообще ham zo'r mol. 1.43 arkasi. Endi 1.40 plus minusga olaverasizlar endi. Tagi короче 10 ta 12 ta emas, akalar 7 ta suti bor. Tagiga 7 ta suti bor. Короче, bittalab sog'ilgan. Sut qamab video qilganim yo'q. Yoshligi shunchalik yosh. Bemalol mana. Вообще ham zo'r. Yosh. Вообще ham zo'r narsa. Ikki tomonidan ikki soqsi ham tiqitmay turaveradi. Вообще ham zo'r. Qochgan 1,5 oylik gumon. 1,5 oylik gumon, lekin 1,5 oydan beri buqa kiygan yo'q. Qochganlik, Mana shu mol akalar.